Assalomu alaykum, foydali maslahatlar kanalimizning aziz muxlislari. Bugun men sizlarni qandli diabetda foydali mahsulotlar bilan tanishtiraman. Tog'olchaning hali qiyomiga yetib pishmagan mevasi iste'mol qilinadi. Chunki uning tarkibida qand miqdorini pasaytiruvchi moddalar mavjud. Pomidor va uning sharbati iste'mol etilsa, nafaqat qandli diabetda, balki kishi a'zolarida moddalar almashinuviga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Artritdan qiynalganlarga davo bo'ladi. Sababi pomidor va uning sharbati ozuqa moddalarining singishini, moddalar almashinuvini yaxshilab, organizmdan xiltlarni chiqib ketishiga yordam beradi. Limon qandli diabet, shuningdek, xafaqon xastaliklarida ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Buning uchun kuniga 3 mahal bittadan limon yeb turish buyuriladi. Yong'oq g'o'rasidan tayyorlangan murabbo qandli diabet va xafaqonga davo bo'ladi. G'o'rasi kamqonlikda, mag'zi orasidagi pardalardan tayyorlanadigan damlama qandli diabet, gipertoniyada qo'llaniladi. Maymunjonning bargi va mevasi qandli diabetda foydalidir. Malina va maymunjonning mevalari va sharbati qandli diabet bilan og'riganlarga ayni muddaodir. Qovoqning mevasi va sharbati, shuningdek, ulardan tayyorlangan taomlar ham shular jumlasidandir. Anor mevasi va sharbati diabetda koni foydadir. Shot-tutning mevasi va sharbati bargidan tayyorlanadigan do'lma qondagi qand miqdorini pasaytiruvchi xususiyatiga ega. Ravojning shirador bandlari, bargi, ildizlari iste'mol etilsa, xastalikda yaxshi natija beradi. Salomat bo'ling.